To'g'ri, ular oldingidek emas. Bir o'zi jamoasini oldinga yetaklay olmayapti. Mag'lubiyatlardan oldin chiqib ketuvchi fantastik gollarni endi kiritishi mushkul. Yoshi so'zini aytmoqda. Hattoki ular Messi va Ronaldo bo'lsa ham. Qiyin vaziyatlarda ularning xatolari ko'zga tashlanyapti va buni ortidan butun omma ularga hujum qilishni o'zlariga ep ko'rishi asl saviyasizliklaridan dalolat beradi. Chunki bir paytlar futboldagi o'rta va hozirgi avlodga raqobat tushunchasini singdira olgan aynan ular edi. Biri yillar davomida qanday qilib og'ir va sinov sifatida berilgan hayotni harakat va mehnat bilan go'zal qilishni o'rgatdi. Biri esa insonga berilgan talantdan foydalanib, asl potensial ila raqiblar bilan qay tarzda hisob-kitob qilishni o'rgatdi. Ularni tanqid qilayotganlar vaqtlar oldin ikkisining da telbanamo o'yinlaridan mast bo'lgandilar. Endiga kelib buni unutishdi. Ikkisi Yevropani tark etganiga yillar bo'lmoqda. Ammo qayd etib ketgan natijasini bir necha avlod alishsa ham hali beri qayd eta olmaydi. Axir shu emasmi asl daraja? Yana qanaqa tanqid? Uyg'oning muxlis.